Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Andijon viloyati Baliqchi tumani Eski Haqlobod qishlog'idagi Fayzli xonadonimizda asosiy devorlariga gibkiy kaminlarimizni pashta yopishtirib, xonadon egalariga topshirish arafasidamiz. Xudo xolasa bugun bitkizib, lakini sepib, uy egalariga topshiramiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Ushbu Fayzli xonadonimizning asosiy devorlariga gibkiy kaminlarimizni yopishtirganlik haqidagi video syomkani video oxiriga joylaganmiz do'stlar. Ko'rib o'zlaring ustalarimiz mehnatlariga baho berib, kommentariy yozib qoldiringlar. Do'stlar, gibkiy kaminga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotini berib o'tamiz. Biz hozirda gibkiy kaminlarimizni 1 kvadrat metr narxini usta haqqi ichida 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha devor holatiga qarab sokal asosiy devorlarga yopishtirib keladi. Do'stlar, biz hozirda O'zbekiston bo'ylab ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Xudo xolasa bir-biridan chiroyli obyektlarni qo'ldan kelgancha video syomka qilib, ma'lumotni berib yoritib boraman. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizni kuzatishda charchamanglar.